Zarnigor qizim, meni kechir. Men ammangni kechir. Seni xafa qilib qo'ydim. Qadringga yetmagan ekanman. Oh! Zara, meni kechir. Biz seni xafa qilib qo'ydik. Seni tushunmadik. Bizni kechir, Zara. Zara, o'zi seni tushunish uchun sendek yaxshi qiz, sendek yaxshi inson bo'lish kerak. Bu variant emas. O'zi diplomingni sotib olding. Zarnigor? Zarnigor. Hoppa. Opa, ana qo'shni mahalladagi Nargizani taniysiz-a? Bilasizmi o'sha Nargizani? Sharapata qo'ying. G'iybat bo'lib qoladi. Qo'ying, gapirmang. Opa, bu g'iybat emas, bu haqiqat. Bu bor gap. Opajon, yuragim to'lib keldim yoningizga. Dardlarim ko'p. Qaysi birini aytaman, opa, voydot. Bu yerda dastidan. Bilasizmi nima bo'ldim? Xo'jayinim ishxonalarda internet ulangan. Internetdan Instagram degan narsaga ulanibdilar. Shunaqa ham bo'ladimi erkak-zot, opa? Ana like degan bilasiz? Like nimaligini tushunasiz? Mana shu like'larni qizlarga qator bosib yotibdilar. Voy, bildim. Nimaga ertalab ketib kech kelar ekan ishlardan, voy charchadim deb. Keyin bilsam, ular internetda o'tirar ekan shunaqa qizlarga like bosib, opa, yaxshimi shu endi? Voy, men ham bordim. Men ham anoyi emas, opa. Choy qo'y. Men ham bordim. Sekin telefonlarini kovlab kirib qarasam, voy, o'sha Nargizaga like bosibdilar, opa. Yaxshimi shu qilgan ishlari, opa? Nimaga Nargizaga like bosadilar? Nimaga bosadilar? Yonlarida mendek gulday ayol turganda Nargizaga nimaga like bosadilar? Opajon, kuyib ketaman. Choy qo'ysin. Choy qo'y. Qo'y. Mana sizlarga choy. To'yguncha ichinglar. Endi meni Zarnigor deb chaqirmaysizlar. Voy, opa, men sizga dardimni aytib kelsam, o'zingiz qiladigan ishlaringiz ko'p ekan-ku, ha? Qarasam, suhbatinglar uzoq cho'zilib, hali tugaydiganga o'xshamaydi. Voy qiz, sen men bilan hazillashmagin. Katta xolangni uyi emas bu yer, tushundingmi? Bu uyda men aytganim bo'ladi. Hozir mana bu samovarni olasan-da, qaytarib olib borib, yaxshilab suv qaynatib, choy damlab kelasan, tushundingmi? Ana, undan keyin hamma kirlarni yig'ib chiqib, kir yuv. Tushundingmi? to'g'ri qildingiz, opa. Qanaqa qilib yuvaman? Kir mashina yo'q-ku. Xudo bergan qo'ling bor. Bu yerdagi xotinlar, qizlar hammasi qo'lida yuvib yurgan. Qo'lingda yuvasan. Bo'l tez-tez. Nima men bularga xizmatkormanmi?
Bo'la, ne bo'la. Harakat qilib ko'rish kerak. Nima qilsam ekan? Imtihonni topshirdim. Demak, kirdim hisob. Imtihonlarning javobini oldim. Serios. Demak, kirdim hisob. Demak, kirdingiz hisob. Manda buncha pul yo'q-ku. Demak, birinchi variant. Ish bor. Почти tayyorsan. Xo'sh, endi gapirib ko'rchi. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Bo'laveradi. Tayyormisan? Hayajonlanib ketaman. Tadam. Что-то не то. Aniq o'xshadimmi? Yo'q-de. Kama, qalaysan, yaxshimisan? Kama, men magistraturaga o'qishga kirmoqchiman. Shunga yordaming kerak. San magistraturaga? Серьезно? Da. Chunki mashhurdan qochib qutulishning bitta yo'li shu. Все, поняла. Xullas, men senga fakultet hammasini yozib yuboraman. Sen menga javoblarni topib bersang bo'ldi. Portfolioni o'zim qilishga harakat qilaman. Javoblarni topib bera olasanmi? Да, посмотрю, конечно. Bo'pti, davay. Keyin portfolio uchun ko'ylak zakaz qilamiz. Qayerdan zakaz qilishni ham bilaman. Zo'r fikr. Bizga mana shunaqa ko'ylak tikib bering. Xo'p. Bir so'z bilan aytganda, ужас. Sharapot opani ko'ylagi bundan chiroyli. Amanda bitta taklif bor. O'zimiz tikamiz. Men o'quv kurslariga borganman. Senga yordam berishim mumkin. Rostdanmi? Voy! Zarnigor desan ham mayli. Faqat yordam ber. Gap yo'q. Faqat bizga tikuv mashinkasi kerak bo'ladi. Qayerdan olamiz? Ammamni uyda ko'rganman. Oo! Men faqat ularga yalinmayman. O'zimni ammajonim, mehribonim. Tikuv mashinangizni berib turing. Bizga juda ham zarur bo'lyapti. Qaraya. Yo'q, qaraya. Mana hamma ishlarni qilishni o'rganyapsan. Uylarni yig'ishtirishni, kosa-tovoqlarni yuvishni o'rganyapsan. Hademay tikishni ham o'rganib olasan. Ovqat qilishni aniq o'rganasan, xudo xolasa. Mayli. Bitta tikuv mashinasi sendan o'rgilsin. Kirib olaver. Rahmat. Voy lutcha. Zarnigor, ammangga yomon gapirsang ham indamadi. Yomon gapirmadim. Bu o'zbekchada siz zo'rsiz degani. Shoshma. Bu ishlamaydi. Tuzatadigan joyi bor ekan. Voy. А что будем делать? Qaniydi kimdir bizga tuzatib bersa. Ha, qani edi bizga bu bir mehribon yigit tuzatib bersa. A? Qaniydi bir mehribon yigit kelsa-yu,
rostdan ham sizlarga yordamingiz. Aka! Mayli. Zarnigor, fonaringni tushirib tur. Zarnigor. Молодец, yaxshi tushiryapsan. Faqat fonarni ko'zimga yaqinroq tushirsang, keyin birato'la ko'rmay qo'yaman, tushundingmi? Uzr. Bo'ldi. Dahshat ko'yni bo'ldi. Ha, juda chiroyli kofta tikdik. Kofta emas, ko'yni tikdik biz. Bilaman. Shunchaki hazillashdim. Zarnigor bilasanmi? Menda bitta chiroyli ro'mol bor. O'shani shunga qo'shib kiysa bo'ladi. Nimaga kerak ro'mol? Bu молодёжный ko'yni. Yelkalari ochiq-ku, o'shanga bunday tashlab qo'ysa bo'ladi. Ochiq kiyindi degani yomon qiz degani emas. Men ham unaqa deganim yo'q-ku. Shunchaki yelkalariga quyosh o'tib, qizarib qolmasin demoqchiman. O'zi chiroyli. Ha, qizlar kelinglar. Nimani bekityapsizlar? Bekitmadik. Biz ko'ylak tikdik, amma. Mana. Voy, qani ber. Voy. Voy tavba. Buni yarmi qani? Davomi qani buni? Davomi yo'q. Bori shu. Voy, qizlar, aytmaysizlarmi, qizlarim? Sandig'im to'la mato bo'lsa, berardim u yetmagan joyiga, qo'shib tikib yorardinglar. Undan keyin bu yelkasi ochiq ko'ylakni kiyib, yelkalari shamollab qolmaydimi, a? Hamma, mana shu issiqda kimni yelkasi shamollaydi? Menga qara. Agar sen mana shu ko'ylakni kiysang, seni ertaga olmaydi, bilasanmi? Men o'lib turganim yo'q, tak erga tegaman deb. Yo'q, otangni bo'ynida yuk bo'lib o'tirmoqchimisan erga tegmasdan, a? Amma biz shuncha mehnat qildik. Zачем hozir portit настроение? Menga qara. Tilingni sug'urib olaman, menga gap qaytarmagin, tushundingmi? Mana u ko'ylaklaringni yig'ishtir. Bo'lmasa hozir yirtib tashlayman. Zebo. Tikuv mashinasini tezda joyiga olib kelib qo'yinglar. Boshqa ushlamaysizlar. Issiz. Ona tarbiyasini olmaganing shundoq bilindi. Allo. Assalomu alaykum. Sizning nomzodingiz qabul qilindi. Imtihon kuni 27-iyulda. Shu kunga qadar siz portfolioni topshirishingiz kerak. Rahmat.